yoshligilarda buvijoninlar qilib bergan qatlamalarni eslaysizlarmi? 2 stakan suv, 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq yog', 1 kilocha un solib, o'rtacha xamir qilib olamiz. Yarim soatga tindirib qo'yamiz. Ko'k piyoz o'zani ko'k tomonini mayda qilib to'rib olamiz. Xamirimizni 2 bo'lakka bo'lib olib, bittasini yoyib turamiz. Milterni 200 grammlik 72% mahsulotini eritib, suvini chiqarib, 100 gramm pista yog'ini qo'shib yuboramiz. Shu omoqda yog'larimizni surib olib, piyozlarni sepib olamiz. Voya bolajonlarim o'ynab kulib yeysin, mazali bo'lsin, chiroyli chiqsin. Bolalarimga osh bo'lsin. Endi buni o'rab kelamiz. Keyingi xamirimizni qilgunimizcha buni muzlatishga qo'yib turamiz. Ikkinchi savalam piyozsiz oddiygina qilib qo'yamiz. Havoga 1 qoshiq yog' solib, qatlamalarimizni pishirib olamiz. Birpas dimlab qo'yamiz. Har bir qatlamani pishirganda 1 qoshiq yog' solib pishirasizlar. Voy varvalani. Bismillahirrahmanirrahim. Juda mazali.